Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, qurilish va irrigatsiya fakulteti, bino va inshootlar qurilish kafedrasi katta o'qituvchisi Husan va Malohat Mingnorovna bo'laman. Men sizlarga sanoat korxonalarini boshqarishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish mavzusini taqdim etaman. Bu mavzuda 3 punktga bo'lib, quyidagilarni yoritib o'taman. Ya'ni birinchi punkt bo'yicha sanoat korxonalarini boshqaruv jarayonini tashkil etishning nazariy asoslari. Ikkinchisi, O'zbekistonda sanoat tarmoqlarining rivojlanish tendensiyalari va sanoat korxonalarida boshqaruv mexanizmini samaradorligini tahlili. Va uchinchi punktim esa sanoat korxonalarida faoliyatini boshqarishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish hamda modellashtirish punktida bosqichma-bosqich yoritib o'taman. Jahonda globallashuv va raqobat jarayonlarining keskinlashuvi sharoitida sanoat tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan korxonalar faoliyatini boshqarishda boshqaruv jarayonining samaradorligini baholash, boshqaruv tamoyillarini kompleks tadqiq etish ahamiyati oshib bormoqda. Jahon mamlakatlari tomonidan yaratilgan yalpi mahsulot hajmining ortib borishi, uning asosiy tarmoqlari, xususan sanoat ishlab chiqarish hajmining ortib borishi bilan kuzatilmoqda. Dunyo mamlakatlarining tomonidan yaratilgan yalpi mahsulot soni esa 2023-yildan 2010-yildagi ko'rsatkichlarga nisbatan 51,6% ni ortib 10,6 trillion AQSh dollarida va 16 trillion AQSh dollarga yaqin kelajakda esa xizmatlar sohasining multiplikativ samarasi ta'sirida yana 10-12% ga ortishi kuzatilmoqda. O'zbekistonda iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan hisoblangan sanoat tarmog'i modernizatsiyalash hamda barqaror rivojlanishning qaratilgan islohotlar tarkibida sanoat korxonalarida boshqaruv jarayonlarining tashkiliy, iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish alohida e'tibor qaratilmoqda. Ya'ni 2022 va 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining milliy iqtisodiyotda jadal rivojlanishi va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash deb nomlangan. Mavzuning maqsad va vazifalari. Mavzumizning maqsadi quyidagicha: sanoat korxonalari faoliyatini boshqarishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Mavzuning vazifasidan kelib chiqib, bir nechta vazifalarni belgilab olganmiz. Ya'ni mavzuning obyekti sifatida mamlakatning sanoat korxonalari faoliyati, ko'rsatilayotgan korxonalar faoliyati tanlangan. Mavzuning predmeti sifatida milliy sanoat tarmoqlaridagi korxonalar faoliyatini boshqarish jarayonida vujudga keladigan ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar tashkil etilgan. Mavzuning usullari esa mavzuda mavjud guruhlash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya tizimlar yondashuvi. Bunda esa SWOT tahlili, PES tahlili, VRIO tahlillari orqali esa aniqlab chiqqanmiz. Mavzumizni 4 bosqichda yoritib o'tamiz. Sanoat korxonalarida boshqaruv jarayonlari samaradorligini bozor dastlabki vositasida kompleks baholash uslubiyoti korxonadagi biznes jarayonlarining rang va vazn ko'rsatkichlari asosida umumlashgan. Bahoni esa samarali, samarasiz va past samarali mezonlar bo'yicha baholab o'tganmiz. Sanoat iqtisodiyoti doirasida mamlakat iqtisodiyotidagi va uning sanoat tarmog'ida rivojlantirishning muvofiqlashtirish uslubiyoti bo'yicha yondashganmiz. Bunda esa muvofiqlashtirish tizimini qo'llaganmiz. Sanoat korxonalarini samarasini boshqarishning turli bosqichlarida qo'llanadigan menejmentning usul va instrumentlaridan foydalanib, biz SWOT tahlili, bundan tashqari esa BKG va VRIO tahlillari orqasida matrica ko'rsatkichlarini ishlab chiqqanmiz. Sanoat korxonalarini rivojlantirish uchun boshqaruv instrumentlarini shakllantirish jarayoni konsepsiyasini ishlab chiqqanmiz. Bozor instrumentlari vositasida sanoat korxonalarining boshqaruv samaradorligini kompleks baholash natijalarida esa bunda Farg'ona, Andijon misolida 5 ta xususiy korxonani olib, buni taqqoslama tahlilini ishlab chiqqanmiz. Ya'ni bunda esa MGT Glass xususiy korxonasi qurilish materiallari sanoati, Tron MChJ qurilish materiallari sanoati va Max Food
organik xususiy korxona, ya'ni oziq-ovqat korxonasi va 5TX unikal MChS yengil sanoat korxonasi va Sabr dizayn xususiy korxonasi mebel sanoatini ko'rib chiqqanmiz. Sanoat korxonalarida boshqaruv samaradorligi darajasi esa mezonlari, ya'ni bunda 0 balldan 100 ballik sistemada ko'rib chiqqanmiz. Bunda esa samarasiz, past samarali, samarali va yuqori samarali bo'yicha ballar shkalasi bo'yicha ballangan. Samarasiz 0 ballikda, past samarali 25 ballikda va samarali 75 ballikda va yuqori samarali 100 ballik shkalada ballangan. Sanoat korxonalarida boshqaruv strategiyalarini Vrio ahamiyatli, noyob tajribani o'zlashtirish va tashkilot tahlili bo'yicha moliyaviy mehnat va aktivlarining holatini aks ettiruvchi matrica ko'rsatkichlari, raqobat zaifligi, raqobat pariteti va raqobat bardoshligi ustunligi va ishlatilmagan raqobatdosh ustunlik, uzoq muddatli va barqaror raqobatdosh ustunlik mezonlari bo'yicha Vrio, ya'ni 0 dan 4 ballik miqdorda baholash orqali takomillashtirilgan. Biznes jarayonlarining sanoat korxonalarida tashkiliy tuzilmalar faoliyatiga ta'siri esa bunda strategik boshqaruv, ya'ni ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni boshqarish, ya'ni moliyalashtirish jarayonlarini boshqarish, marketing jarayonlarini boshqarish, xodimlarni boshqarish va logistik jarayonlarni boshqarish va biznes jarayonlarini rivojlantirish boshqarishini ko'rib chiqqanmiz. Sanoat korxonalarida innovatsion salohiyatni boshqarishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmini boshqarishning vazifalari, ya'ni funksiyalari hamda usullari orasidagi bog'lanishlar optimalligini bozor konjunkturasi va tebranishlariga muvofiq o'zlashtirish orqali takomillashtirilgan. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarish mexanizmining konseptual modeli ishlab chiqilgan. Bunda esa moliyaviy xavfsizlik, huquqiy yordam, axborot ta'minoti va tashkiliy yordam bo'yicha ishlab chiqilgan konseptual model. Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatni boshqarishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmi quyidagi tartibda ishlab chiqilgan. Birinchisi o'sha maqsad, tamoyil va funksiyalar, usullar va tamoyillardan iboratdir. Buning natijasida esa ya'ni aniqlik va aniqlikni pariteti ishlab chiqilgan. Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini barqaror rivojlantirish, ya'ni barqaror strategiyasi esa maqsad, vazifa, tamoyil 3 bosqichda ko'rib chiqilgan. O'zbekistonda qayta ishlash sanoati tarmoqlariga jalb etilgan investitsiyalar hajmi, sanoat tarmog'idagi bandlar soni, sanoat tarmoqlaridagi faoliyat ko'rsatkichlaridan korxonalar soni, kichik biznesning sanoat mahsulotga ulushi va sanoat tarmog'idagi mehnat unumdorligini o'z ichiga oluvchi ko'p omilli ekonometrik modeli asosida yalpi sanoat mahsuloti hajmining 2028-yilga qadar prognoz ko'rsatkichlarini ham ko'rib chiqqanman. Sanoat mahsulotlarida ishlab chiqarish hajmining hududlar bo'yicha taqsimlanish parametrlarini ham ko'rsatib o'tganman. Bu parametrlar ko'rsatkichi esa 2014-yildan 2023-yilgacha ko'rsatkichlar parametridir. Bundan tashqari esa O'zbekiston Respublikasi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqish hajmining o'zgarish dinamikasini ham ko'rib chiqqanman. Bu dinamikamiz ham 2014-yildan 2023-yilgacha bo'lgan ko'rsatkich dinamikasidir. Hisob-kitoblar natijasidan olingan ma'lumotlardan foydalangan holda esa yalpi sanoat mahsulot hajmi va unga ta'sir etuvchi omillar ta'sirida o'zgarishning ko'p omili, ya'ni ekonometrik modeli tuzilganligi isboti bu ekonometrik modelimiz formulasidir. Yalpi sanoat mahsulot hajmi va unga ta'sir etuvchi omil ko'rsatkichlarining turli modellar hamda 2024-2028-yilda esa prognoz ko'rsatkichlari ham ishlab chiqildi. Bunday prognoz ko'rsatkichlari esa 2024 dan 2028-yilgacha olingan. Bunda yalpi sanoat mahsulot hajmi, qayta ishlash sanoat tarmog'iga jalb etilgan investitsiya hajmi va sanoat tarmog'idagi bandlar soni va sanoat tarmog'idagi faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni va kichik biznesning sanoat mahsulotidagi ulush foizlari ko'rsatilgan. Bundan tashqari esa sanoat tarmog'idagi mehnat unumdorligi bir ishchiga nisbatan ishlab chiqilgandir. Yalpi sanoat mahsuloti hajmi ko'rsatkichlarining 2010-2028-yillarda o'zgarishi esa, ya'ni bazaviy model ko'rsatkichi, optimistik kutilma va pessimistik kutilmalar natijasida ko'rib chiqilgan. Bu mavzudan kelib chiqqan holda quyidagi xulosa bilan yakunlaymiz. Ya'ni mamlakatimizda sanoat korxonalari faoliyatini boshqarishning
tashkiliy iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish bo'yicha quyidagi xulosa va takliflar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. O'zbekiston milliy iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lgan sanoat tarmoqlari iqtisodiy o'sish nazariyasida asoslangan raqobat ustunliklari negizidagi rivojlanish kuzatilgan. Bundan tashqari esa mamlakatimizda sanoat tarmoqlarining shakllanishi, hududning tarixiy rivojlanishi bosqichlaridagi o'zgarishlar ta'sirida 16 ta davrni o'z ichiga oluvchi vaqt oraliqlari bo'yicha davrlangan va maqsadga muvofiqlik prognozi ishlab chiqilgan. Jahon iqtisodiyotidagi sanoat tarmog'ining rivojlanishi siyosati ikki asosiy bosqichda qattiq va proteksionizm siyosatiga asoslangan deb mavzuni xulosalaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.